Assalomu alaykum hurmatli Agrohouse mijozlari, hurmatli dehqonlar. Agrohouse maktab loyihamizda navbatdagi mavzumiz bor mikroelement haqida gaplashamiz. Mavzuni nega gullar to'kilyapti, bor yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkinmi degan sarlavha ostida qo'ydik. Ba'zi bir eski adabiyotlarimizda bor deb ham yoziladi. Lekin bugungi kundagi adabiyotlarimizda bor mikroelementi haqida juda ko'p ma'lumot topishimiz mumkin. Birinchi bo'lib biz ko'p ko'rsatuvlarimizda aytib kelyapmiz, elementlarni 3 ga bo'lyapmiz. Asosiy oziqlantiruvchi elementlar, ya'ni azot, ya'ni makroelementlar deylik. Azot, fosfor, kaliy hamda mikroelementlar deyapmiz yoki mezoelementlar deyapmiz. Mikroelementlarimizni ichida xuddi temirday, marganit, sinkday juda muhim bo'lgan elementlardan bittasi bu bor mikroelement hisoblanadi. Birinchi marotaba 1923-yilda mazkur elementning o'simliklar uchun muhimligi, zaruratligi topildi hamda bu o'sha 1923-yildan boshlab eng zarur elementlar sifatida ishlatila boshlandi. Tuproqdagi deylik umumiy olib qaraganda tuproqdagi borning o'rtacha miqdori taxminan 1 kilogramm tuproqda 30 milligramm borni tashkil qiladi. Lekin buning 1% dan 5% gacha bo'lgan qismi o'simliklar uchun o'zlashtiriladigan shaklda bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zan o'simlikka bor mikroelementi ko'proq kerak bo'lganda, bor yetishmovchiligi kuzatilganda tashqaridan, ya'ni biz bor berishimizga to'g'ri kelib qoladi. O'simlikda borning vazifasi nimadan iborat deyilinsa, birinchi borning vazifasi chang sifatini oshirishga kerak bo'ladi. Xo'p, o'simlikka chang nima uchun kerak? Bu yaxshi changlangan o'simlik, yaxshi changlangan gullar ko'p meva degani, ko'p meva, sifatli meva degani. Shuning uchun changlanishni birinchi o'ringa qo'ydik va bu changlanishni bizada hosil qilib beradigan elementlardan bittasi bor hisoblanadi. Bitta o'zi emas. Ya'ni borga qo'shimcha ba'zan molibden kerak, ba'zan sink kerak, ba'zan marganit kerak. Shuning uchun bittalaridan lekin eng muhimi desak bo'ladi. Eng muhimlardan bittasi bor hisoblanadi. Ikkinchi vazifasi shakarlarni tashishda. Ya'ni o'simlikdagi o'sha shakar tashishda hamda uglevod almashinuvida ishtirok etishda juda ham borning ahamiyati katta. Endi shakar tashishi nima uchun zarur deyiladigan bo'lsa, mevaning sifati, Brix deymiz, shirinlik miqdori. Shirinlik miqdorining oshishi, shirin bo'lishiga bevosita shakarning almashuvi, shakarning tashilishi juda ham muhim hisoblanadi. Uchinchi vazifalardan bittasi oqsillar hosil bo'lishida juda ham kerak. Bundan tashqari hujayra membranasi faoliyatida ham borning vazifasi juda ham muhim hisoblanadi. Endi hujayralar biz bilamizki, o'simligimizdagi eng asosiy o'simlikni sog'lom o'sishida, faoliyatida eng muhim bo'lgan jihatlardan bittasi bu hujayralar hisoblanadi. Va bu hujayralarni faoliyatida kalsiy bilan birgalikda borning ham ahamiyati, vazifasi juda ham katta hisoblanadi. Bundan tashqari borning yana bitta muhim vazifalaridan biri bu o'simlikda gullashni nazorat qiladi. Yaxshi gul, sifatli gul kerak bo'lsa, sifatli bordan foydalanishingiz talab qilinadi. Hamda urug' va mevaning rivojlanishida ham borning elementi vazifasi juda ham katta hisoblanadi. E'tibor bering, mana yozdik. Hozir kalsiy kabi bor ham o'simlik tomonidan suv bilan birga o'zlashtiriladi. Ya'ni odatda mikroelementlar o'simlikdagi harakati biz oldingi bitta ko'rsatuvimizda aytib o'tganmiz, juda tez harakatchan hisoblanmaydi mikroelementlar, sekin harakat qiladi ba'zan. O'shaning uchun ham agar nam yetarli bo'lib tursa, xuddi kalsiyga o'xshab bor ham juda ham o'simlikda oson harakat qiladi. Ya'ni bu o'simlikni hozir aytganimizdek, masalan, bor bilan ta'minlanish faoliyati jarayonini yaxshi nazorat qilib turgan bo'lasiz. Borning o'zlashtirilishi passiv bo'lib, hozir aytganimizdek, ksilema tomirlari orqali yuqoriga harakatlanadi, ammo floemadagi harakatchanligi cheklangan. Bu o'simlikda ikkita to'qima mavjud. Ya'ni butun jarayonni boshqaradi desak ham bo'ladi. O'sha suvni iste'mol qilish, o'g'itlarni iste'mol qilish, dorilarni iste'mol qilishda o'simlikda ikkita to'qima bor. Hozir ko'rsatib ham o'tamiz kadrda. Ksilema bilan floema. O'shanda siz tushunishingiz osonroq bo'ladi. Demak, bor ksilema orqali juda yaxshi harakat qiladi, lekin floemadagi harakati sal cheklangan bo'ladi. O'simliklarning bor bilan ta'minlanishi tuproqdagi suvning mavjudligi kabi omillarga juda ham bog'liq. Bu ham mana shu tepadagi gapimizni
sal boyitilgan varianti. Hozir aytdik, borni o'simlikka yaxshi ta'minlanishi uchun sug'orishni siz nazorat qilib turishingiz kerak. Yetarli nam bo'lishi kerak. Ana endi o'simlik uchun borning foydasi nimada deyilinsa, foydasini ko'rish uchun 3 ta narsa, ya'ni birinchisi tuproq omillari, iqlim sharoiti va agrotexnik tadbirlar bevosita to'g'ri amalga oshirilishi kerak. Tuproq omili deyilganda tuproqdagi organik modda. Ko'pincha borning eng katta manbai bu tuproqdagi organik modda hisoblanadi. Agar biz yetarli darajada go'ng berib borsak, bu demak o'z ba'zi bir tuproqlarimizda o'zi o'sha deylik organik moddalari ko'p ham bo'ladi. Bu degani demak borning eng katta manbasi bu o'sha organik moddalar hisoblanadi. Organik moddalar parchalanganda mana yozilyapti, bor ajralib chiqadi. Bor yetishmovchiligi asosan organik moddasi kam bo'lgan tuproqlarda kuzatiladi. Demak, endi go'ng deganda faqat go'ngga aniq qolmaylik. Bugungi kunda organik moddalarni turlari ko'p. Mana shunday mineral o'g'itlar chiqdiki, organik moddalarni yetkazib beradigan zamonaviy o'g'itlar ham bor. Bu o'g'itlar sizni tuprog'ingizdagi organik holatini yaxshilaydi va demak bu degani o'sha borni tuprog'ingizda yoki o'simligingizga yaxshi ta'minlab berishiga ham sababchi bo'ladi. Bundan tashqari, iqlim sharoitlariga biz qurg'oqchilik sharoiti hamda nam hamda sovuq tuproqlarni aytib o'tdik. Borning o'simlik uchun foydaliligini qurg'oqchilik sharoiti kamaytiradi. Hozir aytib o'tdik, yetarli suv bo'lishi kerak. Ya'ni nam yetarli bo'lishi kerak. Chunki uning ildizlarga massa oqimi cheklanadi va transparensiya darajasi pasayadi. Qurg'oqchilik sharoitining zarari bu borni foydasini kamaytirib beradi. Shuning uchun ko'p qurg'oqchilikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Nam va sovuq tuproqlar mikroorganizmlar faolligi kamaygani sababli mineralizatsiya tezligini pasaytiradi. Demak, nam va sovuq tuproqlar ham bu borni foydasini kesib beradigan, kamaytirib beradigan faktorlardan bittasi hisoblanadi. Ana endi navbatdagi o'sha deylik foydaliligini ta'minlab beradigan faktorlar bu tuproqning pH darajasi. Bor eng yaxshi o'zlashadigan holat bu pH 5-6,5 oralig'i. O'sha xuddi boshqa mikroelementlarga o'xshab, o'sha optimal 5 dan 6,5 gacha bo'lgan pH ko'rsatkichida bor ham juda yaxshi ishlaydi. Tuproq pH darajasi yuqori bo'lsa, borning bog'lanib qolishi ortadi. Ya'ni tuproqda bog'lanib qoladi. U sizga o'zingizga ko'rinmaydi. Siz bor beraverasiz, lekin o'simlikka u ta'sir qilmaydi. O'shandan keyin boshqa bir muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun biz doim qaytaryapmiz, pH bu juda ham muhim. Siz uni doim nazorat qilib borishingiz kerak, tuprog'ingizdagi pH-ni. Buni qanaqa nazorat qilaman deydigan bo'lsangiz, albatta pH moslamalarini xarid qilib, hech bo'lmasa eng kamida oyida bir marotaba siz tuprog'ingiz pH-ni tekshirib turishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Navbatdagisi ortiqcha sug'orish yoki kuchli yog'ingarchilik. Bor tuproq zarralariga kuchli bog'lanmagani uchun yuvilib ketishga moyil bo'ladi. Demak, tez yuvilib ketadi bor. Tuproq eritmasidagi bor suv bilan oson harakatlanadi. Hozir aytib o'tdik. Shu sababli yuvilgan tuproqlarda bor yetishmovchiligi ko'p uchraydi. Ko'p yomg'ir yog'sa yoki bo'lmasam boshqa bir sabablar natijasida mana kuchli masalan ortiqcha sug'orsak, ko'p sug'orib yuborsak ham tuprog'imizda bor tez yuvilib ketadi. Natijada bor yetishmovchiligi kelib chiqadi. Yoki tuproq strukturasi. Qumloq va yengil tuproqlarda bor miqdori og'ir tuproqlarga qaraganda kamroq bo'ladi. Chunki qumli tuproqlarda bor ildiz zonasidan pastga yuvilib ketadi. Menimcha bunga ortiqcha izoh kerak emas, tushundingiz? Hamda sug'orish suvi. Sug'orishda ishlatiladigan yer osti suvlari tarkibida ham bor bo'lishi mumkin. Bular o'sha 0,2-0,3 ppm da hisoblanadi. Bor miqdor ko'pchilik o'simlik uchun yetarli hisoblanadi. Demak, ba'zan sug'orish suvimizda ham o'zi yetarlicha bor bo'lishi mumkin. Demak, o'simlik uchun eng kerak bo'lgan miqdor bu 0,2-0,3 ppm da o'lchanadi. 0,5 ppm dan yuqori bo'lsa, ortiqcha bor ildiz zonasida to'planib qolmasligi uchun ehtiyotkor sug'orish boshqaruvi talab qilinadi. Hozir aytganimizda, demak, uning ortiqchasi ham zarar hisoblanadi. Ana endi bor yetishmovchiligi belgilari albatta bitta o'simlikda ko'rsatilgan, lekin umumiy ma'lumot sifatida siz mana bu ma'lumotlarni bilib olsangiz, sizni o'simligingizda shunaqa holat kuzatilinsa, demak o'sha bor yetishmovchiligidan darak beradi. Birinchisi yosh barg uchilarda sarg'ish, xloroz holati, bo'g'in oralig'ining qisqaligi, bo'g'in oralig'i qisqa bo'lib qoladi. Ildizlarning sust rivojlanishi, albatta ildizlarni ham nazorat qilib turishimiz kerak. Chang naychasining o'sishining kamayishi. Hozir aytdik,
gullashning kamayishi, mana ko'pchilik bizga murojaat qiladi-da, yaxshi gul solmayapti deydi. O'sha yaxshi gul solmayotganning bitta sabablaridan bittasi bor yetishmovchiligi bo'ladi. Barglarning noto'g'ri shakllanishi yoki poyaning ichi bo'sh bo'lishi. Bu sanab o'tilganlar ko'pchilik dehqonlarda kuzatiladi. Demak, o'shanda ham mana shu holatlar sizda kuzatilinsa, albatta borni bir tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Ana endi borli o'g'itlar haqida gaplashsak, bor o'g'itlarni ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak, chunki yetishmovchilik va zaharlilik oralig'i juda tor deganimiz. Sal ko'proq qo'llab olsangiz ham, mana ko'pchilik biladi. Masalan, borni kislotali o'g'itlarni tez ko'p qo'llab olsak, u toksik bo'ladi, ya'ni zaharli bo'ladi. U o'simlikni zaharlab qo'yadi. Kam bo'lsa ham, hozir aytganimizdek, o'ziga yarasha muammolar yuzaga keladi. Bor zarurligini aniqlashda endi tabiiy savol tug'iladi. Qanaqa bilamiz ko'p? Demak, birinchisi tuproq sharoiti. Hozir aytib o'tdik, qanaqa tuproqlarda bor bilan muammo bo'lishini. O'simlik tahlili. Endi o'simlik tahlili bizda ko'pincha vizual bo'ladi. Ko'z bilan ko'rib qilamiz. Chunki biz o'simligimizni laboratoriyaga borib deyarli tekshirtirmaymiz. Demak, o'simlik tahlili keling biz vizual. Mana biz yozdik, vizual simptomlar hisobga olinadi. Ko'z bilan qarab hozirgi belgilarni ko'ramiz. Agar o'sha belgilar bo'lsa, demak, biz bilishimiz mumkin borli zarurligini. Endi borli o'g'itlar qanaqa shaklda beriladi desa, odatda ko'pincha qo'llaniladigan shakllari tuproq emas, sochma usulida yoki qator oralig'iga yoki bo'lmasam barg orqali suyuq holda berilishi mumkin. Albatta barg orqali berilganda bu ko'pincha juda o'tkir yetishmovchilik bo'lsa, bor yetishmovchiligi bo'lsa, barg orqali berganimiz tezroq ta'sir qiladi. Lekin barg orqali berishda bir nozik joyi bor, dozada ehtiyot bo'lish kerak. Mutaxassis bilan maslahatlashib sepish kerak. Sababi ko'p berib qo'ysak, hali aytganimizdek, boshqa bir zararlarni keltirib chiqaradi. Ana endi borga juda talabchan, o'rtacha talabchan va borga ko'p ehtiyoj sezmaydigan ekinlar haqida gaplashamiz. Keling. E'tibor bering. Eng ko'p talabchan, ya'ni borni yaxshi ko'radi. Beda, olma, brokoli, mana karam, selderey, kungaboqar, pomidor hamda kartoshka. Bularga doimiy bor berib borishingiz kerak. Bular yaxshi ko'radi borni. Borga ehtiyoji katta. O'rtacha talabchan ekinlar bor. Bular sabzi, paxta, salat yoki rediska, piyoz hamda no'xatlarni aytishimiz mumkin. Bularga ham kerak. Ko'p hozir aytganimizdek, bularga shu o'rtacha me'yorda doimiy talab qilib boriladi. Birinchi, ikkinchi holatdagi ekinlarimiz bu doimiy biz bularga bor berib borishimiz kerak. Talabchanligi kam bo'lgan ekinlarimiz bor. Bu arpa, bug'doy, mana makka jo'xori hamda soya ekinlari. Bular ko'p bor talab qilmaydi. Ana endi borli o'g'itlarni mana bir ko'rsatib o'tishi lozim deb topdik. Juda ko'pincha ishlatamiz suyuq borlar. 11% bordan tashkil topgan bo'ladi. Bu tarkibi bor etalamin bo'ladi. Ko'pincha barg orqali qo'llaymiz. Buni ham o'ziga yarasha foydali jihatlari bor, zararli jihatlari ham bor. Umumiy ma'lumot sifatida ko'pincha borli o'g'itlarni yorug'larda ko'rsatiladi. 10 litr suvga 5 gramdan boshlab qo'llash boshlanadi. 5 gram, 10 gram qo'llash odatda tavsiya qiladi. Lekin ekin turiga qarab, ekinni o'suv bosqichiga qarab suyuq borlarni qo'llash sarf me'yori o'zgarib boradi. Bundan tashqari natriy borli o'g'itlar bor. Albatta ularning tarkibidagi borni miqdori 14-20% ni tashkil qiladi. Biz ko'p qo'llaydigan bor bor, bu 17% lik bor kislotasi deymiz. Odatda biz bozorlarimizda ham mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, lekin bu bordan qo'llashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Dozasini o'sha mutaxassisdan so'rashingiz shart. Sababi buni sal ko'proq yoki ko'proq qo'llasangiz, haligi toksik degan so'zimiz, ya'ni zaharlab qo'yadi ekiningizni. Kamroq qo'llasangiz yetishmovchilik bo'lib turaveradi. Premium borli o'g'it dedik. Bu o'zi 21% eng kuchli eruvchan, toksikligi deyarli yo'q, ya'ni zarar bermaydi o'simlikka. Dozasini ko'paytirib yuborsangiz ham deyarli hech narsa qilmaydi. Va 21% bu Markaziy Osiyoda o'sha dunyodagi borli o'g'itlarning ichida eng yuqori bor miqdoriga ega bo'lgan borli o'g'it hisoblanadi. Bu premium kачествоda juda yuqori sifatda. Bularni hammasini albatta qo'llash me'yori hozir aytganimdek ekinlarga qarab farq qiladi. Albatta izohlarda masalan savol so'rasangiz, qaysi ekiningiz qanaqa holatda turgan, o'shalarga biz qancha miqdorda berish kerakligini aytib o'tamiz. Chunki videoni ko'rish davomida buni sarf me'yorini ham aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi degan savollar sizda o'tayotgan bo'lishi mumkin.
Hozir aytganimizdek, bu sarf me'yori individual hisoblanmaydi. Har bitta ekinning holatiga qarab beriladi. Shuning uchun shunga e'tibor berasiz. Azizlar, borli o'g'itlar haqidagi asosiy gapirmoqchi bo'lgan narsalarimiz shundan iborat edi. Albatta savollarni izohlarida kutib qolamiz. Keyingi videolarimizni kuting. Yana boshqa mikroelementlar, makroelementlar haqida qiziqarli videolar qilib boramiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.